Barish Abduch Turkiyada eng talab kuchli aktyorlardan biri hisoblanadi. Uni istiqboli porloq aktyor deb ta'rif etishadi. U Alparslan Buyuk Saljuqiylar tarixiy serialida Faxriye Evjen bilan suratga tushdi. Barish Abduch 1987-yilning 9-oktyabrida Schertsenken, Shveysariyada tug'ildi. Abduchning Onur ismli akasi va Mert ismli ukasi bor. Bolaligida ularning oilasi Turkiyaning Adapazarı shahriga ko'chib bordi. Zilziladan keyin esa Boluga ko'chib o'tdi. Bolalar munosib ta'lim olishi uchun oila Istanbulga ko'chishga qaror qildi va o'sha yerda yashab qoldi. Ota-onasi o'ziga to'q edi, shuning uchun farzandlariga juda yaxshi ta'lim berishdi. Barish bolaligidan sportga qiziqar, basketbol, futbol, gandbolni yaxshi ko'rar, dayving bilan ham shug'ullanardi. Maktabni tamomlagandan so'ng hayotini sportga bag'ishlashga qaror qildi. Hatto sport akademiyasiga o'qishga kirdi, ammo u yerda uzoq o'qimadi. 1 yildan so'ng ta'lim muassasasini tashlab ketdi. Aniqroq aytganda, uni o'qishdan chetlatishdi. Barishda san'atga havas tug'ildi. Natijada u kelajagi aktyorlik bilan bog'liq ekanligiga, sport esa chiroyli qomatni saqlashga yordam berishiga ishondi. U hozir ham sport bilan shug'ullanishni kanda qilmaydi. Barish drama san'ati kurslariga o'qishga kirdi va u yerda kamera qarshisida o'zini tutishni o'rgandi. Konservatoriyada ham aktyorlik mahorati bo'yicha o'qishni davom ettirdi. Parallel ravishda Sadr Alishq oilaviy teatrida ishladi. Barish ingliz tilini juda yaxshi biladi va unda o'z ona tilidagidek gaplashadi. Bu esa aktyorga ko'p imkoniyatlar eshigini ochadi. Abduchning konservatoriyani tamomlagandan keyin televideniyadagi ilk ishi Shum oila serialida bo'ldi. U shuningdek Kichik xona filmida ham suratga tushdi, ammo aynan serialdagi roli uni tanitdi. Ko'rkam tashqi qiyofasi va iste'dodi Barishning muxlislari, ayniqsa muxlisalar e'tiborini tez qozonishiga yordam berdi. Barishga tajribasi u qadar katta bo'lmasa-da, asosan bosh rollarni taklif qilishadi. Kinotanqidchilar Abduchning ajoyib aktyorlik qobiliyatiga egaligini gapirishadi. Aktyorning eng qiziqarli ishlaridan biri ijaraga berilgan Ishq serialida rolidir. Aynan shu roli orqali Abduch Rossiya, shuningdek boshqa ko'plab davlatlarda mashhur bo'ldi. Shum oila serialidagi rolidan so'ng Barishning rasman yulduzlik faoliyati boshlandi. Aktyorga ko'p kinorejissyor va prodyuserlardan taklif tushadigan bo'ldi. Abduch faoliyati davomida bir nechta nufuzli mukofotga erishdi. 2015-yilda eng hurmat qilinadigan teleaktyor, 2016-yilda eng yaxshi televizion komik aktyor va Yil erkagi nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Barishning shaxsiy hayoti doim muxlislarni qiziqtirgan. Ijaraga berilgan Ishq romantik seriali chiqqanidan so'ng ko'p muxlislar kinodagi munosabatlarni hayotga ko'chirishga oshiqishdi. Ular Barish Abduchni faqat ekrandan tashqarida ham Elchin Sanguning yonida ko'rishni istashardi. Aslida serial bosh ijrochilari o'rtasida muhabbat yo'q edi. Abduch 2014-yildan o'zi Deliha serialida birga ishlagan aktrisa Gupse O'zay bilan uchrashib boshladi. Juftlik muntazam ravishda uyini almashtiradi. Gupse giperfaol odam bo'lgani bois turar joyini o'zgartirishni yaxshi ko'radi. Intervyulardan birida u Istanbuldagi 12 yillik hayoti davomida 24 marta uy almashtirganini tan oldi. 2020-yilda mahalliy OAVda ularning tez orada turmush qurishi haqida xabar chiqdi. Muxlislarning umidi oqlandi. Iyulda Gupse Barishning rasmiy rafiqasiga aylandi. Marosim karantin tufayli kamtarona o'tdi. Tantanali tadbirni keyinroqqa qoldirishdi. Abduch haqiqiy optimist. Artist bugungi kundan tirik bo'lgani uchun ham quvonish kerak deb hisoblaydi. Muxlislar bilan bajonidil muloqot qiladi. Aktyorning rasmiy sayti bor. Ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy va kasbiy hayotiga oid so'nggi suratlarni joylab boradi. Barish Abduch aktyorlik faoliyatidan tashqari jamoatchilik ishlari bilan shug'ullanadi. 2016-yilda aktyor Turkiya saratonsiz hayot assotsiatsiyasining ko'ngilli elchisi bo'ldi. U tushgan mablag' onkologik kasal bolalarning davolanishiga sarflanadigan xayriya aksiyalar va konsertlarda qatnashadi. Abduch yaqinda yelkanli sport va velosiped minishga ham qiziqadi boshladi, hatto boksdan ham dars oladi. 2020-yilda Barish Chuqur dramatik serialining 5 qismida suratga tushdi. Shu yili u Netflix platformasi bilan Klub serialidagi rollardan biriga shartnoma imzoladi. 2021-yilda Barish Abduch TRT1 davlat kanali bilan tarixiy serial Alparslan Buyuk Saljuqiylardagi bosh rolni o'ynashga shartnoma imzoladi. Bu rol aktyorning faoliyatini yangi bosqichga olib chiqdi. Loyiha 2021-yilning kuz mavsumida eng muvaffaqiyatli serialga aylandi.